tushda ari uyasini ko'rish. Mehnat va baraka. Ari uyasi tinimsiz mehnat qiladigan joy. Tushda uni ko'rish siz yoki atrofingizdagilar serharakat, mehnatkash odamlar ekanligini bildiradi. Bunday tush sizga mehnat qilish orqali baraka va natijaga erishish mumkinligini bildiradi. Jamoa hamda tartib. Ari uyasi butun bir jamoa, o'zaro tartib va hamjihatlik ramzi. Agar siz uyani osoyishta holatda ko'rsangiz, bu hayotingizda tartib, uyg'unlik yoki ijtimoiy muhitda mustahkamlik borligini bildiradi. Ehtimol siz yaxshi jamoa yoki sog'lom ijtimoiy aloqalarga egasiz. Ehtiyot bo'ling. Agar ari uyasi bezovta bo'lgan, arilar g'azablangan bo'lsa, bu sizni ogohlantiradi. Hayotingizda kimnidir yoki nimanidir uyg'otib qo'yish xavfi bor. Bu ehtimoliy mojarolar, asabiylik yoki kutilmagan muammolardan darak bo'lishi mumkin. Hosildorlik va ne'matlar. Ba'zan ari uyasi asal bilan bog'lanib, ne'mat, baraka va hosildorlik timsoliga aylanadi. Tushingizda asal bilan to'la ari uyasini ko'rish yaqin orada rizq-ro'z, foyda yoki yaxshi yangiliklar kelishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.